Assalomu alaykum hurmatli Bo'ston Makler kanali obunachilari. Bugungi obzorimizda 38 sotik yer maydonida joylashgan katta hovli joy bo'ladi. Ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Bu joyimiz 2011-yilda paxsa loy qilib solingan, loy joy soladi. Ajoyib qilib planlarni yaxshi qilib ishlangan. Mana shunday ko'chadan kirishimiz bilan keng qo'l bo'ladi. O'ng qo'limizda qo'l yuvish uchun rakovinalari ishlangan, to'q montazlari hamma narsasi planlashib ishlangan. To'rimizda ko'tarma pol qilingan. O'tirish uchun zo'r etib ishlangan. Chap qo'limizda mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham jiddiy aboylardan chiroyli qilib ishlangan. Eng yaxshi sifatli akvaplastik romlardan jihozlangan. Gaz bo'lmagan vaqtida ehtiyoji yugina pechlar ham qurib qo'yibdilar. Ajoyib. Tarafimiz shunday ko'tarma pol, bu yerdan bemalol mehmon solsangiz ham bo'ladi, oilaga o'tirsangiz ham bo'ladi. Chap qo'limizda ikkinchi mehmonxonamiz. Ikkinchi mehmonxonamiz ana shunday ajoyib qilib. Endi o'zlarimiz yashaymiz deb materialdan pulni ayamay ajoyib etib sog'anlar. Pol, patologlar yaxshi sifatlari qo'yilgan. Orqa tarafi oynalarigacha akvaplastiklari va ham yaxshilari qo'yilgan. Lyustralari hamma narsasi tayyor holatda turibdi. 100% tayyor joy yashashga. Bajani xotdan 10 qo'lga kirganimizda shunday katta qarasanglar mehmonxona qilsanglar ham bo'ladi, qarasanglar bir ayvoncha qilsanglar ham bo'ladi. Qaralari razdelniy. Mana shu ayvonchaga qaragan ikkidan spalnisi bor. Bu yerni zal sifatida foydalanib, kirgan yerda chap qo'lda birinchi xonani spalni qilsanglar ham bo'ladi. Umumiy hisobda 3 spalni 2 zal bo'ladi shunda. Eshiklarga e'tibor beramiz, hammasi yaxshi sifatli eshiklardan tozadan qo'yilgan. Bu yerimiz oboy uchun tayyor holatda turibdi. Nimalardan chiqib turibdi. Oboyni bosiraverasizlar tayyor holatda. Endi sizlarni orqa hovlilari bilan, orqa tapchalari, oshxonalar bilan tanishtirib o'taman. Birinchi spalnimiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerimizdan baland qilib, ko'chaga qarab, oynalari, remontlari ajoyib akkuratli toza turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ehtiyoji yugina pechlar bor. Bu yerda gaz, svet, suv, Wi-Fi'dan muammo yo'q. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Bu tarafimizda ikkinchi spalnisi, endi egalarining narsalari turgan ekan, shuning uchun ochmadik. Endi sizlarni orqa taraflari bilan tanishtirib o'taman. Bu yerimiz oshxonasi bo'ladi. Gaz plitasi, oynasi bor. Gaz trubalari tushib turibdi. Endi orqa tarafga chiqqanimizda ana shunday katta ko'tarma pol bor. Bemalol 30-40 odamlik ziyofatlarni shu yerda bersangiz bo'ladi. Ustilarni mana qoldirib deyindan qamuslar bilan isitib etib, yaxshi etib sifatli ishlaganlar. Yer maydoni katta 38 sotik. Mol, qo'y boqaman, dehqonchilik qilaman degan yurtdoshlarimiz uchun ajoyib taklif, kelib ko'rsanglar bo'ladi. Yerlari yaxshi hosillar. Bir orqa taraflaridan obzorni ko'rsatib chiqaman. Do'stlar, orqa hovlimiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, yana shunday naves, shiferlar ham yaxshi qalin listlardan qaqilgan. Bu tarafimiz hovlining otisi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, dehqonchilik shunday ajoyib bo'lib turibdi. Yerlarida gap bo'lishi mumkin emas. Mana shunday qatorda tallar egilgan. Tarafimizda mevali daraxtlar. Shu jidalikkacha sizlarning territoriya bo'ladi. 38 sotik yer maydoni, orqa tarafidan fundament, molxona qo'yish uchun, boshqa etish uchun hamma sharoit bor. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Mol, qo'y boqaman, dehqonchilik qilaman deb yurgan tanishlarga srochni tashlab qo'ying. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. O'rtada ana shunday bir mashina yurgida yo'l qoldirgan ekanlar, qo'nish kelishilgan holda. Molxona tarafga mashina boradi. O't tushirishingiz mumkin, paya tushirishingiz mumkin, yo mol, qo'y yuklab tushirishingiz mumkin. Mashina boradi molxona tarafidan. Ko'rib turgan yeringiz bilan molxona o'rni polni ko'tarilgan, fundamentlar ham quyilgan. Ikki chetda ikki molxona, o'rtadan naves qilamiz deb bu yerga bemalol molxona solib turib, ko'proq bir mol bilan shug'ullanuvchi odamlar tushunadi. Ko'proq mol boqsanglar ham bo'ladi. Molxonaning yonida yerga suv tashalgan, o'rni ko'tarilgan, orqasida zika o'tgan. Orqasida hech narsa yo'q. Do'stlar, uyimizdan ko'rib tanishib chiqdinglar, ajoyib katta hovli. Endi undan tashqari el tarafdan ham ko'rishingiz mumkin. Bog'i bor, yerlarga qarang, ham yashil bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi. Yashash uchun tayyor, bemalol kelib yashasanglar bo'ladi. Bog'cha, maktab, hamma narsa yaqin. Gaz trubi o'tib turibdi ustidan. Gaz yaxshi ekan. Bu yerimiz adresini kelsak, adresimiz Ellikqal'a tumani, Dumanqal'a Ofi, Oysalang 2 mafiysi. Uysozlar ko'chasi 20-uy bo'ladi. Shunday bir 500 metr yursak katta yo'lga chiqamiz. Bu tarafimiz Toshkent Yarmarka Tozabog' kelish, bu tarafimiz Gudursun, Bo'stondan kelish bo'ladi. Yo'l bo'ylab chiqib ham adresini to'liq tushuntirib o'taman. $42,000 aytdilar, ustida kelishlarni, qaytlari, poyg'asi bor. Bu videoni Oysalangda Dumanqal'da turadigan tanish bilishlaringizga tashlab qo'yasizlar. Tayyor joy.
Shunda olib yashasalar bo'ladi. Hammaga rahmat. Kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'lishni unutmang. Do'stlar, bu tarafimiz Toshkent yarmarka 4 kil tarafdan kelish bo'ladi. Bu tarafimiz Bo'ston tarafdan kelish bo'ladi. Mana shunda ko'pir bor, Kurtoy Pоворot ko'pir. Shundan o'tganingizdan keyin ana shu dizalikdan kiriladi. Asfaltga bir 400-500 metr ham chiqmaydi. Asfaltga yaqin. Pastga nomerlar bog'lansanglar, o'zingiz ko'rsataveramiz.